Men shu Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati No'qat rayonidan kelganman. Bu muqaddas klinikasiga kelishimga bir kuyov bolamiz sabab bo'lib, birinchi marta kelishimiz. Bu yerga kelib, asosan men shu paliatrit bo'yicha kelgandim. Kelganimizga mana 6 kun bo'ldi. Bu 6 kunning ichida fizioterapiyasi, shu parafen, yana shu kapnistalari hamma yo'g'i yoqdi, yaxshi. Hozir kelgandan beri xilla yaxshiman. Endi boshqa keladigan odamlar bo'lsa ham tavsiya qilaman, menga yoqdi. Lecheniялari yaxshi. Parafen, bochka, ruchnoy massaj. Hozir natijalari yaxshi, xilla o'zimni yaxshi sezyapman. 3 mahal o'sha ovqat, zavtrak, obed, o'sha hamma yo'qlari yaxshi, dietetskiy ovqatlar ekan bu yerda. Asosan ko'proq lecheniyaga bemor odamga asosan muomala birinchi o'rinda turar ekan. Bular muomalasi ham bizga juda yoqdi, yaxshi. Menda bu 6 kunning ichida oyog'im ko'proq tortardi, qo'lim uyushar edi. Hozir qo'lim ham yaxshi, oyog'im ham yaxshi. Burungiga qaraganda qoldi. Uyushganlari qoldi. Lesnitsadan chiqib tushimda xonsirab qolardi. Hozir lesnitsadan bemalol tushib chiqyapman, unaqa xonsirash yo'q. Yaxshi hozir. Sharoiti yaxshi. Qolgan keladiganlarga ham shu tavsiya qilaman. Kelib davolanib ketishlarini istayman.